Yosh-u qariga birdek yoqadigan Turkiyaning mashhur shirinligi sutlachni uy sharoitida tayyorlaymiz. Qizib turgan qozonimizga yuvilgan guruchimizni solamiz. Bitta aralashtirib, ketidan 2 stakan sutimizni solamiz va sutda yaxshilab pishirib olamiz. Qaynab sut kamaygandan keyin 1 litr yog'liq sut solamiz. Qaynab chiqqandan so'ng 10-15 daqiqa tinmay kovlab qaynatamiz. Alohida idishimizga sut va 3 osh qoshiq kraxmalni solib, bir tekis bo'lguncha aralashtiramiz va qaynab turgan sutli massamizga sovuramiz. Ketidan shakarni solib, faqat kovlab turish esingizdan chiqmasin. Men ozgina chalg'ib qoluvdim, sal tagiga olay debdi. Shakar, kraxmal solingandan keyin yana 15 daqiqa qaynatamiz va bu orada pechimizni qizdirib qo'yamiz. Listimizga sutlach uchun tayyorlangan sopol idishlarimizni teramiz. Agar sizlarda bunaqa idish bo'lmasa, duxovka pechiga kiradigan любой idishdan foydalansanglar bo'ladi. Duxovkamizni eng baland gradusiga qo'yib, usti qizarguncha kutamiz. Albatta tayyorlab ko'ring, duolarni tagida qolib ketasiz.